Tan olib aytaman, tuxum barayni 16 yil oldin qilgandim. Singlim tuxum baray ustasi bo'lgani uchun unga aytdim. Osh xamir qilib olamiz, bitta tuxum chaqib. Undan keyin uni oshirishga qo'yib, ichidagi nachinkasini tayyorlab olamiz. 15 dona tuxumga 1 stakan sut, yog', tuz qo'shib olib qo'yamiz va yaxshi oshgan osh xamirimizni mana shu shaklda yoyib olamiz. Bu life hack ekan. Ochilib ketmasligi uchun ikki chetini yaxshilab mana shunaqa bukib olib va qalam bilan bostirsa ochilib ketmas ekan. Qaynab chiqqan suvimizga birin-ketin ichidagi nachinkasini solib pishirishga qo'yamiz va ustini yopib pishirsak yaxshiroq pishadi. Bizning Samarqandda mana shunaqa 4 burchak tuxum barak qilishadi va ustiga odatda zig'ir yog' solishadi. Issiqda men zig'ir yog'i yeya olmaganim uchun ustiga sariyog' bilan to'kib yog'lab oldim. Undan keyin bemalol iste'mol qilsanglar bo'ladi. Tayyorlash bunaqa osonligini bilganimda ertaroq va ko'proq pishirgan bo'lardim.